Har qanday ishlab chiqarishning eng muhim mezoni ishchilarning xavfsizligi, sog'lig'i va hayoti hisoblanadi. Shu bois har yili 28-aprel dunyo miqyosida Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni sifatida keng nishonlanadi. Sana munosabati bilan kuni kecha Metallurg madaniyat saroyida mehnat muhofazasining yangi bosqichi, ish joyida sun'iy intellekt va raqamlashtirishning roli mavzusida seminar tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, tog' sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasi, Sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi, Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy tadqiqot instituti vakillari, shuningdek Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining turli tarkibiy bo'linmalari rahbarlari, bosh muhandislar, mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo'limlari boshliqlari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida boshqaruv raisi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi bosh muhandis Sergey Larionov so'zga chiqib, mehnat muhofazasini takomillashtirish bugungi kunda nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda, balki inson salomatligini muhofaza qilishda ham muhim omillardan biri ekanligini ta'kidladi. Seminarda 2024-yilda mehnatni muhofaza qilish va sanoat xavfsizligi sohasida amalga oshirilgan ishlar hamda 2025-yilga mo'ljallangan vazifalar, shuningdek kasb kasalliklarining oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi kombinat mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligi bo'limi boshlig'i Shuhrat Jo'rayevning hisoboti tinglandi. So'zga chiqqanlar ish joylarida xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellekt imkoniyatlarining tobora kengayib borayotgani haqida atroflicha ma'lumot berdilar. Tadbir doirasida maxsus kiyim-kechak va shaxsiy himoya vositalari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Seminar davomida mehnat muhofazasi bo'yicha samarali faoliyat olib borayotgan kombinat tarkibiy bo'linmalarining mutaxassislariga faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Seminarning amaliy qismida ishtirokchilar Yoshlik 1 va Qalmoqir konlariga tashrif buyurib, u yerda yaratilgan mehnat sharoitlari hamda xavfsizlik choralari to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Keyingi manzil 3-mis boyitish fabrikasi bo'ldi. Mehmonlar fabrikaning qurilish jarayonlari va xodimlar uchun yaratiladigan mehnat sharoitlari, xavfsizlik texnologiyalarini integratsiya qilish rejalari haqida batafsil ma'lumotlar olishdi. Seminar so'ngida ishtirokchilar uchun muhandislik maktabida mehnat muhofazasi, xavf-xatarlarni boshqarish va ilg'or yondashuvlar bo'yicha qisqa trening mashg'ulotlari o'tkazildi. Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan o'tkazilgan seminar zamonaviy texnologiyalar asrida sanoat xavfsizligini ta'minlash borasida tizimli yondashuvlarni shakllantirish, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish bo'yicha amaliy bilim va tajriba almashish uchun muhim maydon vazifasini o'tadi.